oydan mana shu qo'limdagi do'stlar fanerlarni ko'chirishgan. Nimaga? Bu do'stlar yillar davomida urinib ketibdi. Sinyapti ekan do'stlar. Undan tashqari chiroyini yo'qotgan ekan. Belga nima qilib berishyapti? Singanini ko'rdingiz-a? Endi bu do'stlar tunikafon bo'ladi. Buni qarab turing. Tepamiz uramiz, lekin buklanadi, lekin sinmaydi, treshina bermaydi. Undan tashqari rangiga ishlasa qilmaydi do'stlar. Xuddi mana shunaqa sifatli tunikafonni do'stlar uyga qilib berishi, usta haqa xomashyo olib kelish, o'rnash hamma yo'g'i bilan necha pul bo'lyapti? 130 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Rekani ham o'zlari olib kelishgan, tunikafonni ham o'zlari olib kelishgan, lesasi ham o'zlariniki, samarasi ham o'zlariga, ustasi ham o'zlariga, hamma yo'g'i ichida 130 mingdan 140 minggacha. 035 dan 4 kanalligacha bo'ladi do'stlar. Eng zo'r tarafi O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Ko'rib turganlaringda do'stlar uzun ayvonda qilingan. Chekkalariga do'stlar NDFdan naqd solingan, o'rtasiga ikkita katta kosmos qo'yib berishgan. Bularda narxi отдельный bo'ladi do'stlar. Kosmosga $160 dan boshlanadigan qolgan telefonda so'rab olsangiz ham bo'laveradi. Zaynab ketadi deydiganlarga zavod tomonidan 10 yil garantiya, qilingan ishga ustalar tomonidan 15 yil garantiya. Pastdan nomer bu aloqaga chiqarasizlar. Charchab ketdim.